Bu voqea bo'lgan voqea, ya'ni Misr davlatida bo'lib o'tgan real voqea. 2016-yil. Ya'niki bir homilador ayol homilasini ilk oylarida eridan ayriladi. Uni eri vafot etadi. Oy kuni yaqinlashgan sari ko'ziga ajal ko'rina boshlaydi onasini ham. U akasini chaqirib akasiga vasiyat qiladi. Aka, agar men o'ladigan bo'lsam, chaqalog'imga otalik qiling. Ularning yana bir 4 yasharli qizchasi ham bo'ladi. Mana shu 2 farzandimga otalik qiling, sizdan boshqa hech kimim yo'q deydi. Akasi rozi bo'ladi. Xullas oy kuni yaqinlashib, haligi ayol kishi tug'adi. Tug'ib, u ham vafot etadi. 2 farzandi yetim qoladi. 4 yasharli qizcha va bir go'dak. Ularning akasi uyiga olib boradi. Uyiga olib borsa, uni ayoli to'polon qiladi. Ya'ni yo uyda men qolaman, yoki mana shu yetim farzandlaringiz, jiyanlaringiz olib qolasiz. Haligi eri majbur 2 farzandini olib, ayolini, ya'ni singlisini maqbarasiga olib boradi. Kechqurun olib borib, haligi maqbarani ochadi. Ularning maqbarasi qabri xonachalik edi. U yerga chaqaloqni qo'yadi onaning oldiga va 4 yasharli qizchani ham o'tkazadi. Shunda 4 yasharli qizcha qorong'idan qo'rqib yig'lab oladi. Yig'laganda tog'asi aytadiki, "Sen yig'lamagin. Men seni qo'lingga bir shaqalloq beraman. Agar u keyin yig'lasa, uni ovutib turasan. Men hozir kelaman" deb aldab haligilarni ustidan yopib chiqib ketadi. Ertasiga qabr tepasidan o'tib ketayotsa, haligi shaqaldoqni shaqallayotgan ovozini eshitadi tog'asi. Qo'rqib o'tib ketadi. Bu holat 15 kun davomida takrorlanadi. Oxiri chidamaydi. Chidamaganidan 5-6 kishilarni to'plab haligi qabr oldiga olib boradi. Qabrni ochsa, ne ko'z bilan ko'rishsinki, haligi 4 yasharli qizcha o'tirgan holida qo'lida shaqaldoqni shaqillatib, singlisi go'takni o'ynatib o'tirgan bo'ladi. Bu holatni ko'rgan atrofdagilar shokka tushishadi. Bir xillari dodlavoradi, yig'lavoradi. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Keyin bolalardan so'rashadi. 15 kun qorningizni ochib ketmadimi deydi. Shunda haligi 4 yasharli qiz aytadiki, yo'q. Qachonki ukamni qorni ochadigan bo'lsa, men shaqaldoqni shaqillatardim va uxlayotgan onam o'rnlaridan turib ukamni emizardilar. Ana undan keyin yana yotib uxlardilar. Sanchi, seni qorning nima bo'ldi? Meni qornim ochsa, bir oq libosli amaki kelib, har doim meni qo'limga bir taom berib, taomlantirib ketardilar, debdi. Keyin haligi o'lgan onani ekspertizadan o'tkazishibdi. O'tkazishsa, haqiqatda onani badanidan hali iliqlik ketmagan edi. Xuddi tirik ayol yotgandek yotgan edi. Politsiya mahkamasi bundan keyin haligi tog'ani qamashgacha olib borishgan ekan.